Assalomu alaykum. Ha, aka, nima yordam? Benzin tugab o'chib qoluvdi, lekin sizni mashinangizdan olib bo'lmaydi, aka. Mashinadan benzin olib bo'lmasa ham zapravkaga borib kelsa bo'ladi. Yo'q, o'tiring. Rahmat, aka. Xizmat haqi qancha bo'ldi? Vaqtingizni oldim, aka. Nima deganingiz bu, aka? Agar xizmat haqqisini to'lamoqchi bo'lsangiz, ko'chada kimdir mana shunaqa yordamga muhtoj bo'lgan odamga yordam berib ketsangiz bo'ldi, aka. Bo'ldi, aka. Rahmat kattakon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zapaskangiz bormi? Zapaskam yo'q edi. Ключ. Menda bor. Ana bo'ldi. Rahmat aka. Qani xijolat bo'lyapman. Shuncha balonlarni ulkan silsilaga olib borib, shuncha vaqtingiz ketdi. O'shanga ozgina xizmati bo'lsa, berayotgandim. Agar menga xizmat haqini bermoqchi bo'lsangiz, shunaqa ko'chada qolib ketgan odamga yordam bering. Ko'chada kimdir mana shunaqa yordamga muhtoj bo'lgan odamga yordam berib ketsangiz bo'ldi. Bo'ldi, aka. Rahmat aka. Mana aka, tayyor mashina. Rahmat kattakon, og'irim yengil qilganingiz uchun xizmat haqi qancha bo'ldi? Xizmat haqqini to'lamoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa ko'chada qolib ketganlarga yordam qiling bo'ldi, aka. Sog' bo'ling. Sizlarga insonlar ko'paysin, rahmat.